Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Qorovulbozor tumani fuqarolik holati davlatnomalarni yozish bo'limi tomonidan 2025-yil davomida amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining milliy qonunchilik bazasini kompleks tizimlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2021-yil 30-apreldagi 62/18 sonli farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida farmon bilan tasdiqlangan 2022-2025 yillarda normativ huquqiy hujjatlarni qonunlarni tarmoqlar bo'yicha tizimlashtirish dasturini 32-bandida asosan nikoh va oila fuqarolik holati davlatnomalarini qayd etish sohasida normativ huquqiy hujjatlarni tizimlashtirish belgilandi. Endilikda FHDO organlari faoliyatida ham ekstraterritorial tamoyilni joriy etilishi, fuqarolarni doimiy yoki vaqtincha yashash joyidan qat'iy nazar istalgan hududdagi FHDO idoralariga murojaat qilish imkoniyati yaratildi. Bu esa FHDO organlari tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlarni sifat jihatdan yangilanishiga va osonlashtirishga xizmat qildi. Prezidentimiz farmoniga ko'ra 2021-yil 1-iyundan fuqarolar ro'yxatdan o'tgan joylardan qat'iy nazar fuqarolik holati davlatnomalarini yozishni qayd qilish uchun istalgan hududlarga murojaat qilishlari mumkin. Nikohlarni tibbiy ko'rikdan o'tishi, xorijga biometrik pasportlar taxlash bo'yicha ekstraterritorial tamoyil asosida amalga oshirilishi belgilandi. Bunda fuqarolar FHDO organlariga murojaat qilmasdan ham mustaqil ravishda My.Gov.uz portali orqali nikohga kirish haqida arizalarni berishlari mumkin bo'ldi. Farmon bilan fuqarolarga aholiga xizmat ko'rsatish jarayonida nikohni qayd etilganlikda nikohda turmaslik va nikohdan ajralganlik haqidagi boshqa ko'pgina hujjatlar taqdim qilish so'ralar edi. O'zi farmonga asosan ushbu hujjatlarni olish taqiqlandi. U hujjatlarni olish FHDO o'zining tomonidan elektron hukumat tizimi orqali olinadi. Ushbu farmonning 9-bandiga asosan FHDO organlari tomonidan davlat statistika organlariga davlatnoma yozuvlar nusxalarini yuborish va hisobotlarni topshirish amaliyoti bekor qilindi. Bunda davlat statistika organi FHDOning yagona elektron arxiv tizimida integratsiya qilgan holda ushbu ma'lumotlarni o'z vaqtida real rejim asosida oladi va statistik ma'lumotlarni shakllantiradi. Fuqarolik holati davlatnomalarni yozish bo'limida tug'ilganlik, nikoh tuzilganlik, nikohdan ajralganlik hamda o'lim haqidagi davlatnoma yozuvlari qayd qilinadi va shu bilan birga ushbu davlatnoma yozuviga qo'shimcha harakatlar amalga oshiriladi. 2025-yil davomida Qorovulbozor tuman fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limi tomonidan 339 ta tug'ilganlik haqidagi dalolatnoma yozuvi qayd qilingan. Shundan 178 tasi o'g'il bolalar bo'lsa, 161 tasi qiz bolalar tug'ilgan. 411 ta nikoh tug'ilganlik haqidagi guvohnoma sarflangan. Bundan ko'rinadiki, 72 tasi ekstraterritorial tartibda boshqa tuman va viloyatlardan olib berilgan. Davlatnoma yozuvlariga o'zgartirish, kiritish, tuzatish hamda to'ldirish hamda yo'qolgan guvohnomalarni takroriy olib berish holatlari 84 ta qayd qilingan. Davlatnoma yozuvlari fuqarolik pasporti, identifikatsiyalovchi ID karta, xorijga chiqish pasporti, harbiy xizmatchining shaxsiy guvohnomasi yoki harbiy bileti, ya'ni shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar asosida qayd etiladi. 2025-yil davomida 125 ta nikoh qayd qilingan. Shundan 32 ta kelin-kuyov nikohga kirish haqidagi arizani elektron ravishda taqdim qilgan My.Gov.uz portali orqali. Shu nikohlardan 88 tasi 30 yoshgacha bo'lgan yosh oilalarni tashkil qiladi. 12 ta nikoh esa o'zimizning hududda joylashgan 17-sonli jazoni ijro etish koloniyasida qayd qilingan. Mahkumlar bilan 15 ta nikoh guvohnomasi davlatnoma yozuvlariga o'zgartirish kiritib, yo'qolganligi sababli boshqa tuman va viloyatlardan fuqarolarga olib berilgan ekstraterritorial tamoyil asosida. Nikohdan ajralganlik 2025-yil davomida 22 tani tashkil qiladi. Shundan 3 tasi farzandsizlik sababli. Nikohdan er-xotinning o'zaro roziligi asosida FHDO tomonidan nikohlari bekor qilingan. 19 ta nikoh esa sud qarorlariga asosidan bekor qilingan. 2025-yil davomida Qorovulbozor tuman FHDO bo'limi tomonidan 83 ta o'lim qayd qilingan. Shundan 5 tasi 1 yoshgacha bo'lgan bolalarni tashkil qiladi. 4 tasi esa muddatda qayd qilinmagan o'lim holatlari qayd qilindi. 6 ta o'lim guvohnomasi esa yo'qolganlik sababli takroriy olib berilgan. Davlatnoma yozuvlari bir nusxada tuziladi va FHDO organlari arxivida qayd etilgan kundan boshlab 75 yil davomida saqlanadi.
FHD bo'limi tomonidan oila va xotin-qizlar bo'limi, ichki ishlar bo'limi va boshqa hamkor tashkilotlar bilan oilalarni mustahkamlash, oilaviy ajrimlarning oldini olish, ya'ni qarindoshlar va voyaga yetmaganlar orasida nikoh va oilaviy ajrimlarning oldini olish kabi salbiy holatlarning oldini olishga qaratilgan targ'ibot va tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, nikohga kirish uchun ariza bergan yosh kelin-kuyovlarga yo'llanmalar berilib, oila va xotin-qizlar bo'limi qoshidagi yosh oilalarni oilaviy hayotga tayyorlash markazi mashg'ulotlariga ishtirok etishi ta'minlanib kelinmoqda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.